Prova imtihon savollarida tushadigan bir-biriga o'xshash ayrim belgilarni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchisi, uchuvchi belgisi. Mexanik transport vositalarining harakatlanishini taqiqlovchi belgi. Dvigatelli ishlaydigan transportda kirib harakatlanishni taqiqlaydi. Mexanik bo'lmagan transportlarga bo'lsa kirib harakatlanishga ruxsat beradi. Lekin mexanik bo'lsa ham, yashasa, ishlasa, xizmat ko'rsatsa, nogiron haydovchi bo'lsa yoki yo'nalishli transport bo'lsa, ular kirib harakatlanishga belgi ruxsat beradi. Qolgan mexanik transportlarga o'zi kirib harakatlanishni taqiqlaydi. Ikkinchi belgimiz to'g'ri-to'g'ri. Nomi yengil avtomobil harakati. Buyuruvchi belgi. Bu belgi o'rnatib qo'yilgan ko'chaga yengil avtomobillar, avtobuslar, yo'nalishli avtobuslar, ruxsat etilgan to'la vazni 3,5 tonnagacha yuk avtomobillari, mototsikl, moped, skuter va kichik hajmdagi mototransport vositalari kirib harakatlanishiga ruxsat berilishini ko'rsatuvchi belgi ekan. Uchinchi belgimiz axborot belgisi 5.3. Nomi avtomobillar uchun mo'ljallangan yo'l. Endi qoidasida avtomobillar kirishi mumkin deyilgan. Avtomobillar deganda yengil avtomobillarni va yuk avtomobillarini hammasini tushunamiz. Hammasi kirishi mumkin. Yengil avtomobillar va yuk avtomobillar. Undan tashqari avtobuslar, mototsikl, moped, skuter va kichik hajmdagi mototransport, elektromototsikllarni kirib harakatlanishiga ruxsat berilishini ko'rsatuvchi belgi ekan. Bu uchala belgini ham bir-biridan farqlarini sizlar bilan ko'rib chiqdik. Keyingi videolarimizda ana shu belgilar qatnashgan imtihonda tushadigan savollarni ham ayrimlarini ko'rib chiqamiz. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, boshqalariga ham ulashib qo'yib, sahifamizga obuna bo'lib qo'yinglar.